Qo'shtepa tumanidaman. Demak, O'rik bog'da oldingi bilasizlar 3 kun qishloq xo'jaligi sohasi uchun juda bir sinovlik keldi. Og'ir keldi desak ham bo'ladi bemalol. Mana hozir O'rik bog'da, ya'ni o'sha o'zimiz bilgan hamma sabablarni qildik. Inshaalloh endi bu yog'i natija Alloh taolodan, Xudo xolasa natijamiz bu yerda ya'ni yo'qotishlarimizni aytaman, taxminan 70-60% atrofida yo'qotdik hozir. Mana ko'ramiz. Yo'qotilgan gullarning farqi mana. Ko'rinib turibdi shu o'zida ham. Mana bemalol sanashimiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'lsa mana ikkita qolgan. Ya'ni 7 bo'lsa mana demak 10 ta gulni taxminan sanaymiz. Xo'p, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta, 13 ta gul ekan. 10 ta guldan ikkita 3 ta qolgan mana. Ya'ni bu degani 70% bitta daraxtda deylik 1000 ta daraxt gul bo'ladigan bo'lsa, o'sha guldan taxminan 700 tachasini yo'qotganmiz. Bu o'rta hisobda taxminiy hisob-kitoblar. Endi tekshiramiz ichini. Mana bu jigarranglarni tabiiy ko'ramiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Kamerani yaqinroq kelib ko'rsataylik. Tak mana jigarranglashyapti. Endi buni ko'ramiz mana oq. Bu ya'ni +10 gradusdan o'tgandan keyin sizlar xuddi shuni tekshirishingiz mumkin. Ya'ni zararni aniqlashni shuna bitta oddiy usul, ya'ni bitta shoxni taxminan olasiz, sanaysiz, foizga chiqarasiz. Mana bu yaxshi mana. Deb ko'rsatamiz. Xudo xolasa bugungi kundagi holati bo'yicha yaxshi, hozirgi holati bo'yicha demak yaxshi. Endi ochilmagan g'unchani ko'ramiz mana. Gullashni bir kunga orqaga surish ham xuddi hosillar 90% ni olib qolishga yordam beradi. Bu yaxshi xudo xolasa. Tushib ketdi. Demak bunisini ko'ramiz endi. Bu ham yaxshi. Xo'p, endi bu jarayonni nima qilamiz biz? Endi to'g'ladan keyin mana bu kichkina mikrotrishinalardan, mana shu ochilgan kichkina mikrotrishinadan o'rikka maniloz degan kasalligi bor, ya'ni gul qurish degan kasalligi bor, o'sha tushadi. Endi gul qurish, shox qurish bo'ladi. Shuning uchun mana shu holatda hozir savol o'tib bo'lgandan keyin biz bu yerga fungisid bilan shurab berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, sistemik fungisidlar, masalan, skor yoki falikor, difenikanazol, tibinikanazol, masalan, ziram ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi bemalol. Va o'sha qolgan daraxtiga boshqa daraxtga qolgan qismlarni saqlab qolishimiz mumkin va bunga qo'shimcha ravishda aminokislotalar sepishimiz kerak. Daraxt stressdan chiqarib olib, qolgan gullarini iloji boricha olib qolishga. Bu masalan har qanaqa aminokislota, masalan, o'zimiz bilgan ma'lum mashhur Syngenta kompaniyasini izobion preparati bor, yana boshqa ifo masalan aminoasid bor, ifoda kompaniyasini, masalan zabiraminol degan boshqa aminokislotalar bor. O'shalarni qisman sepib, xudo xolasa maksimum olib qolishga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Va bunga plus borni qo'shib yuborishimiz bundan yaxshi effekt beradi nasib bo'lsa. Xudo xolasa endi duo qilamiz bundan buyog'iga. Afsuski, O'zbekistonda gullagan daraxtlarni, danali mevalarni ayniqsa 70-80% ni deyarli hosil olib ketdi. O'zingiz uchun qo'shimcha ma'lumot aytaman. Bitta daraxtdan taxminan o'tdan bu yerda 10 ta gullagan shoxni ko'rasizlar. Hozir tekshirmoqchi bo'lsangiz yoki ertaga sanaysizlar. Ichini ochib, yana xuddi shu usulda ochib ko'rganingizdan keyin kelib chiqadi nima holat emasligi. Sanaysizlar. Yo'qotilganini eshitsa qolgani qancha, shunga qarab keyin agrotexnikalarni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan ham guldan ham muhimroq narsa har doim aytaman men sizlarga, bu daraxt olib qolishimiz. Chunki keyingi xudo xolasa bahor keladi, yana keyingi bu daraxtlar nasib qilsa gullab hosil berish kerak. Fokusni faqat bitta mevani o'ziga qaratib qo'yishimiz bu noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri, endi masalan pul bo'lmaydi, tabiiy, lekin muhimi biz yil yutqizmaymiz, yil yutamiz, faqat daraxtlarimiz joyida qoladi. Shuning uchun daraxtni saqlab qolish har doim birinchi o'rinda turadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.